hammasiga yemak, ya'ni go'sht, shashlik bizning hisobimizdan dedi. Men indamadim, jim turdim. Holatni bilaman. Nima bo'layotganligini men bilmadimda, hammaga ovqat tarqatilindi, go'sht tarqatilindi, birgalikda hamma yedi, hammaning pulini bu to'ladi, ancha qimmat pul bo'lib ketgandi. Va ko'chaga chiqib so'radim, birodar, sen axir o'g'il farzandlik bundan 5 yil oldin bo'lganding-ku. 3 qizdan keyin Alloh menga bir o'g'il berdi. Mashalloh, meni tabriklanglar. Bu xursandchilikni sizlar bilan ulashaman deb hammaga ovqat olib berding. Bu qanday bo'ldi? Sen 5 yil oldin o'g'illi bo'luvding-ku deganda, yonim orqamizda turgan stolda bobo va buvi turgandi. Sho'rva yeb bo'lgandan keyin buvi aytdilarki, meni shashlik go'sht yegim keldi.